sovchilikka keluvdik. Ya, ketavergan yigitligimni bildim-ki, lekin qizlar uyimgacha sovchi jo'natadi deb o'ylamagan ekanman. Aka, o'tib ketay. Qayerga o'tasan? Mana bu yana o'g'im, jarashmagan jamoada yiqib, elovni qarasin. Barqumlar juvib tasha. Chayda o'zim olib kiraman. Aka! Yaxshi keldilaringizmi, qotaqaylar? Xullas, qiziz Shalolani qo'lini so'rab keluvdik. Menga sovchi keldimi desam, bu jalmozlar Shalolani so'rab ketdi-ku. Qo'li tugul tirnoqni ham bermaymiz. O'g'limizni qizingizda ko'ngli bor ekan. Qizingiz ham o'g'lim Alishni yaxshi ko'rar ekan. Uyquni yaxshi ko'radi, shokoladni yaxshi ko'radi, bor anakisidan pul o'g'irlashni ham yaxshi ko'radi. Lekin Alishni yaxshi ko'rmaydi. Og'zining uchi. Qizingiz to'ydan keyin sahar 5 da turib, ko'chalarni sipiradi. Nima? Singlimiz kasal bo'lib qolmasin deb o'zimiz yaxtay suvni chaynab berib o'tiramiz. Sizlar ko'chalarni supurish kerakmi? Yana nima qilish kerak? Xirmon kirlarni qo'lda yuvish kerak. Qara 8 xil ovqat qilishni bilish kerak. Ko'rgaklar yerimiz bor, agarda ham polni qilish kerak. Sizlarga kelinmas cho'ri kerak ekan-da. Singlimni tishimni kavagida saqlaganim uchun 20 yildan tishimni pulonma qildirmayman. Kasal bo'lganda doktorga borib ukol olish kerak bo'lsa, joni og'rimasin deb borib ukolni doktorga qilib kelamiz. Mana masalan kirmoshni yuvsa bo'lmaymi? 21-asr hozir. Qo'lda yuvsa toza bo'ladi-da. Ha, yo'q-ey. Endi meniga kelib baring. Uf, qo'lim og'rib ketdi. Ha? Qanday bo'lar ekan? Qo'lda yuvsa toza bo'ladi-da. Davay, zing'illatim. Shirin chiqibdi. Tuzi kam-ku. Normal ovqat qilsangiz bo'lmaymi? Abi kelin degan 48 xil ovqat qilishni bilish kerak. Aka qorong'i bo'lib ketdi, bo'ldimi? 4 gektar agarni bir kishi bajarishni o'zi bo'laman. Ertalabgacha ishlaysan. Aka, daraxtlarni ham oqlab bersin. O, kakras, keyin daraxtlarni oqlaysan. Qalay bo'lar ekan? Pichoqni avval o'zingga ur, og'rimasa keyin birovga ur. O'zi arqimaydi, kelinlardan talab qiladi. Senlarni kuchli xizmatini qilsin deb singlimizni katta qilib qo'yganimiz yo'q. Aka, men shunchalik yaxshi ko'rasizmi? Bo'lmasam-chi, bitta narsani esingdan chiqarma. Ota bilan akani eng nozik joyi bu singil bo'ladi. Singiljonim, xavotir olma. Akang tirik ekan, seni hech kimga xafa qildirib qo'ymayman. Oppoq ko'ngil oqqushginam, yuzi nurli quyoshginam. Qurralay, ko'zi qurralay, mana beraman seni qarzingni. Voy, zo'r joylarga olib keldingiz, hayotim. Kutib men seni yomon joyga olib kelmayman-ku, hayotim. Bitta kalcha, ikkita zapolcha. Kuni bilan mana 200 mingga kirib o'lamanmi ishlab, hozir boraman da shantaj qilib 5 million pulni olaman. Boyga bola orarmidi? Voy, Heaven's Garden chet eldan farqi yo'q ekan-a. Havosini top-toza, musaffoligini. To'g'ri, havosi toza, lekin seni qalbingchalik musaffo emas. Men bu tilla o'zigam senga. O'lib ket bu kuningda uyda mushtibargina ayoling turibdi. Qayerdagi ayollarga tilla o'zi so'q. Bekarga kelmas ekansan-da, sen mana shunaqa qilib to'kib jeygan chachinda. Chachmay turib 5 million emas, 7 million undiraman. Voy, bassenlari ham bor ekan, cho'milamizmi? Sen cho'milaver. Men sen muhabbatingga cho'milganim yetadi. Uyda xotinni otini ham aytmaydi, deb chaqiradi, menga buncha ayollarga shoira beqaror bo'lib qoladi. Yer ko'tarib yuribdi ham necha franklik kalalardi. O'la. Tog'yon bag'rida mazali ovqatlar yeb, mazza qilib dam oladigan joy ekan-a? Kaneshna, sen bundan ham zo'rlariga loyiqsan. Heaven's Garden'da hozir hamma xonalariga 40% gacha chegirma bo'layotgan ekan. Voy, seni chegirma bo'lmasa ham olib kelaman. Muttaham uyingdagi mushtibar ayolingga bitta shallanga ko'ylagim ham bermaysan, lekin buncha ayollarni zo'r joylarga chegirma bo'lmasa ham olib kelaverasan. Hozir yo'raman. Yoshlar, beboshlar, uyat emasmi? Ko'ppa kunduz kuni begona ayolni olib kelib qo'lma-qo'l o'sha hiringlashib, muhabbating ko'zlariga cho'mildim, bu bo'ki o'ldim, seni sevgingga deb. Bo'ldi, murosaga kelmoqchi emassiz, hozir yangacha mana videochilar doказательстволар jo'natsam, yonasiz aytib qo'y, bo'ldi. 7 million meni gap oramizda qoladi. Tushunaman, erkakchilikda bo'ladi. Tez, nalishni bo'lsin. Bu kallangizga o'xshagan Franklindan bering, tez. Aytib. Mana kalkalla hamma pulni chitakchaga ishlatib qo'ydimi deyman. Bo'lmasa sizning yeringizga aytaman. 3 million bering, xatyapti hammasini o'chiraman, bo'ldi. Yopiqli qozon yopiqligicha qoladi. Bemalol ayting. Qanaqasiga nima qo'rqmayapti bular? Adajon, oyijon. Hali sizlar er xotinmisizlar? Ha, bu kishi erim bo'ladi. Ha, ko'z ochib ko'rgan xotinim bo'ladi. Qanaqasiga? Kinolarda, kliplarda buncha joylarga hech er xotin kelinmasdi-ku. Bunaqa zo'r joyga oilaviy kelamizda. Bo'ldi, uzr bo'lmasa. Biznes bankrot bo'ldi. Yaxshi o'tiringizlar, charchamangizlar. Qancha odam bo'lib qoldik. Ayollarimizga yomon gapiraverganimizda kimdir xotiniga yaxshi gapirsa, xotin emas, o'ynash deb o'ylaydigan bo'lib qolibmiz. Yegana oshing zaharmidi? Topsang ushaq gavharmidi? Kim u? Yapting qursizlarda. Aya, iltimos 2 soatgina nevaralaringizga qarab turing. To'yga borib keling. Uyda odam yo'q. Ana ko'rdingmi? Ayang odam emas desam ishonmaysan. O'chiring. Aya, iltimos tumaslik qilmaydi. Hamma qilmaylik qilmaymiz bu. Sen kuydirgan kalla qaydan kirding? Kiringlar, gazzoblar. Ana katta nevarangiz, mana o'rtancha nevarangiz, mana kichkina nevarangiz. Mayli, o'tingizlar bizlar taraflarga ham, charchamangizlar. Zilolachi. Yo'q, bu xalaqit qilmaydi. Kistamga sog'olaman. Berma.
Yo'q, dada! Hozir qizimga o'sma qo'yib qo'yaman. Xudoga shukr. Hech bo'lmasa bir yilda bir martagina bolalarsiz bo'lsa Xitoyga borib kelamiz. Kindigim uzilib qolibdi. Iya, Zilola qani? Dadajon xavotir olmang, menga shurda. Uf, yana shu bingakchangizni mindirib oldingizmi? Jonimga tegdi. Yo meni tanlang, yo mana shu qizingizni tanlang. Qaysi kalla bilan meni tanlaydi deb o'yladi, hayronman. Men ham hayronman. Ketdik dada. Ketdik qizim. Oğlum sos yiysanmi? Unda pirojni yiysanmi? Yo'q. Unda salat yiysanmi? Yo'q! Ye, baqirma, ye. O bolaga baqirma, miyasidan travma olib, psixikasi buziladi. Ye, arallamang. Men yerga kel, o'zim borsam o'yib qolaman bola. Yo'q, borsam urasiz. Nimaga? Kesada uradi, kimasada uradi, ochib ketdi. To'rtta uramiz kerak. Voy bolam bechorani mazasi bo'lmayapti-ku. O'zimiz sig'i chiqib ketyapti. Bo'ling tez ko'ring, chaqirsangiz bo'lmaydimi? Boshqa ish qilaman, tomog'im bitib qoldi. Opa, bolalaringiz buncha tegmana o'zi. Istamamam qirib ketibdi, aya. Uf, borana bitta piyozni g'archilab tishlab ye, grippni kesadi. Mana shu sani alohida xonang. Bugundan boshlab shu yerda uxlab turasan, xo'pmi? Sizlar qaqqa? Senga uka olib kelgan. Uf, bitta uyda pechka bo'lgandan keyin shu-da. Bu turishda ukasini qachon olib kelamiz? Bolajonim, ingliz tiliga borasanmi yoki taekvondoga? Tanla. O'g'lim mol boqqani borasanmi, Xo'japoy uygani borasanmi? Tanla. O'g'lim, sen ham endi balog'at yoshiga yetib qolding. Qizlar bilan ko'chada levi ishlar qilib yurmagin. Uylangin kelsa, uylantirib qo'yaman. Padaringlarni to'liqmi ko'zim ko'rinmadi. Dada 20 ga kirdim, men ham televizor ko'rishim kerak-ku. Ada shu saru bolani Sergeli filialda detski plashatkasi vajib zo'rdi. Ha, bu detski plashatkani labirint hamkor qilib bergan. Hamma narsasi sifatli. Kimga detski plashatka kerak bo'ladigan bo'lsa, aynan shu labirint hamkorga murojaat qilish kerak. Chunki ularning zavodlari ham bor. Katta zavod sexlarida sifatli mahsulotlarni ishlatishadi. Endi darsdan bo'sh vaqtlaringda mana shu detski plashatkada o'ynaysan. Obod, mana ikkita novoscha ham olib kelib qo'ydim. Endi uydagi mollardan bo'sh vaqtingda mana shu ikkita novoschaga qaraysan. Nima? Quralay, ko'zi quralay, hali rosa beraman. Uzr. Bir umr qidirganim-ku. Voy, orqamdan kelyaptimi? O'zi ham atirni qimmatini sepganman-da, buncha yigitlarni ayamayman-e. Voy, hali ham kelyaptimi? O'zi bekor bo'yandim-da, tabiiy chiroyli edim. Hoy qizaloq, yigitlarga rahm qil ozroq. Bu ufar meni gipnoz qildi-ku. Ketimdan qolmayapti. Yigitlarni o'ziga tortadigan magnetim bormi? Ado qildi-ku meni. Hozir gapiraman. Hozir keladi, nomerimni so'raydi, tanishaylik deydi. Lekin bittada tanishadigan ahmoq yo'q. Yaxshi qiz. Gapirdi. Labing? Hayga, sizda biroz gapim bor edi. Aha, nima gap ekan? Mumkinmi? Aha. Ya men o'zi bildim, chempion servisligini hididan bildim-da, meni mag'lub qiladi. Hadi hamma magazinlarda bor, aksiga bugun topolmam. Aylanib ketdi. Shunday qulay narsada bu talabalarga ham, любой odamga magazinda oladi, yeydi, ketadi, qorni to'yadi. Hamyon bor. Shashliklisi, kolbasalisi, chekkinligi bor-da. Chempion sevinch baribir chempionda. Sizda nima hadi kelyapti? Dixloma sepib olganmisiz? Qiz bilanlar siz o'zlan qarab bir priятный sepib juringlar. Bo'lmasa mana bittasini sovang. Sizga sal priятный hid berib turadi. O'ylingizlar, toza shu past qo'yib ketyapti qizlar ham hozir. Chempionim, videochani mana shunaqa o'zini osmondagi oyman deb o'ylaydigan pastqicha qizlarga jo'natamiz. Aka, qanday?
Video yoqdimi? Bo'ldimi? Mazza qilyapsiz. Ozgina bo'lsa ham kayfiyatingiz ko'tarildimi? Bitta like bilan bitta shu kanalga podpisa qilib qo'ying. Obujon Nasriddinov kanaliga akajonim 3 million bo'laylik. Yangacha tillamas-ku. Qarab turasizmi shu? Bosa mana. Like podpisa. Aynan bitib, ana shu like bosgan qo'llarni borki, oyma-oy 300-400 ming dollarlab sanazin akajonim. Opajonim, endi qarangizlar, yana bitta kichkina iltimos. Miyaga chiqdim demangizlar. Qarangizlar, men Instagramda screenshotini qo'yib qo'ydim. Ko'ryapsizlar? Shunda o'tib Instagramda mashhur Obujon Nasriddinov, pastda chiqsa Nasriddinov, Obujon pastda chiqsa Nasriddinov shuni kanalimga shuni podpisa qilib qo'yingizlar. 4 million 600 bo'lishga mana shunchagina qoldi. Borki Instagramdangiz 2 ta 3 talabga bilmaydi desangiz ekan, hamma profillaringizga bitta podpisa qilib qo'yingizlar. Men ko'rib kayfiyatim ko'tarilib yana ijodni bosaman. Opalarim, aylanib hammalaringizni yaxshi ko'raman. Qanchasida podpisa qilsangiz, shuncha xursand bo'lib yana bosaman gazini. Mana ko'ryapsizlar, Instagramda xuddi shu mana shu bilan qidirasizlar. Obujon pastda chiqsa Nasriddinov. Obязательно podpisa qilingizlar Instagramda. Kutaman. Like bosdingiz-a? Charchamang. Men xohlagandek juda ham chiroyli qiz ekan. Birinchi imkoniyat bo'lishi bilan gap otaman. Kechirasiz. Ha, mayli. Mana yana keldi payt nafasatingdan voz kechishga. Menga qarayap, ko'z urishtiryapti. Hozir birinchi shans bo'lishi bilan gapirib, ko'zlari juda ham chiroyli ekan deyman. Ha, Dugonajon, aytgan evising juda ham chiroyli ekan. Faqat bitta o'zi o'tirishi zerikarli ekanda. Bitta sherik bo'lsa qani edi? Mana o'sha vaziyat bo'lyapti. Imkoniyat bo'lishi bilan gap otib sirasi yoniga o'tirib olaman. Evsga xush kelibsiz. Nima buyurasiz? Lavash bering. Screenshot bormi? Nima u? Evsda 24-dan 27-noyabrgacha Voy haftalik aksiyasi ketyapti. Ha, Evsda Instagram va Telegram sahifasidan ushbu postni screenshot qilib kassaga ko'rsatsa, 35 ming lavashni 19 mingga olish mumkin ekan-da. Albatta, bu aksiya faqat 4 kun amal qiladi. Shoshiling. Bo'ldi aka, men screenshot menga 2 ta lavash berib bering. Dugonajon, shunday lavash yegim kelyapti. Ani dedim san bir xil ekan, lavash yegiz kelayotgan ekan. Shans bo'lishi bilan lavashni bittasini berib tanishib olaman. Joningdan. А если это любовь? Чего печаль? Nomerim 123 Shuni telefon qilib yuboring, telefonim topolmay qoldim. Telefon nomerini berdi, telefon qiling dedi. Endi bittagina imkoniyat bo'lsa bo'ldi edi, gapirdim. Xumbosh, senga urilib ketdim, ko'z urishtirdim. Telefon nomerimgacha berdim, yana nima imkoniyat kerak? Ha deb ko'zing bilan sirlayat qo'rmasdan, yaxshi qiz ismingiz nima deb gap ot, seni yeb qo'ymayman-ku. O'zi ham gapirishni xohlayotgan ekan. Endi bittagina imkoniyat topib to'g'ri gapiraman. Latta. Yaxshi qiz ismingiz nima? Boya shuni imkoniyat bo'lmadi-da. Bo'lmasa gapirdim. 20 yillik dugonam, po'choq yesangiz ham past ketmang. 20 yillik dugonam, agar past ketsangiz sochingizni bittalab yulaman. Voy, dugon, men sizlarni har kuni piyoz sho'rva ichadi deb o'ylabman. Bu yerda nima qilib o'tiribsizlar? Voy, suvini tishga yet, o'rtoqjon. Pitsa yegim keldi, begim ertalabdan sariq bola pitsaga olib keldilar. Kuni bo'yi er-xotin 4 millionlik pitsa yeb qo'yamiz. Biz ham hozir ikkita kartoshka somsa yeb kelyapmiz. 4 tadan jegan ekan. Voy, xo'jayinim hazilkashladi. Kechagina biz ham Italiyadan kelgandik. U yoqning pitsalari zo'r-ku. Zo'r pitsa qayerda bor deb sariq bola pitsaga keldik. Menga ham kecha mana brilliantni Fransiya Parijdan olib kelib berdilar. Yangioboddan bujiteriyadan oldik-ku. Uzr, Fransiya Seuldan olib kelgan ekanlar. Kuyov bola nima ish qiladilar? Bizlar shu ilon sho'rva qilib sotamiz. Elon Musk bilan birga ishlaydilar. Yesa uni otini to'g'ri aytalasanmi? Shu Lan, boja bo'ladi. Men ham bekorchi emasman, traktorchiman. Tradingchiman demoqchilar. Million tuda, million suda. Gap yo'q. Ancha tradingchilar qo'limizda ishlaydi. Nima zakaz qilamiz? Sariq bola pizzada hozir tushonqali Monster bilan jasmin choy yangi mahsulot chiqibdi. Mana qish oyi Monster bilan jasmin choy rosa chiqishyapti. Ta'mi ham zo'r deyap. Bunaqa ta'mni oxirgi marta Yaponiyani New York shahriga borganda yeganmiz. Nechtadan aytamiz? Abi uchishda aytib yuboring. Voy, men sallaga necha marta aytganman, birovdan qolgan ovqatni yemalaring deb. Eri xotin kelib o'tirib olaverasalar. Anetta pulingni sotib olib yesalaring bo'ladi-yu.
Senlar ham shetdamisanlar? Bir oydan beri kelasanlar. Bizda tekinga pitsa berilmaydi. Pullaringiz, sotuvlaring shunda ham o'zi arzon. Ilovadan zakaz qilsalaring, dastavkasi tekin, uni ustiga telefon ham yutib olasanlar. To'ya qol hammang. Bu ishchimiz, anaqaroq. Ketimizdan shu yoqqacha ketdi. Oylik olib tursin deb indamaymiz-da. Opa, bittagina ham tekinga bermaysizlarmi? Gulim, peshonangiz chiroyli ekan. Yozilgani bo'laymi? Voy qasamxo'ring, hali meni hayotda ko'rmagansiz-ku. Hayotda ko'rmagandirman, lekin tushlarimda har kuni ko'raman. Bittagina rasmingizdan jo'nating. Yo'q, nima qiladi? O'rtog'imga isbotlamoqchi edim. Nimani? Farishtalar ham rasmga tushishini. Shunchalik chiroylimanmi? 4 ta rasm ketdi. O'zim yaxshi insonman, ichimda kichkinagina maraz odamcha bor-da. Kashirovcham telefon qilyapti-ku. Как дела, пупсик? Без тебя душа болела. Ты пришла и все прошло. O, ruschani ham o'rganib oldingizmi, aşkım? Конечно, men to'g'rimi sizga, bizlar bir-birimizga padzaka, Santopa. Xursand qildingiz, bitta iPhone 17 mendan. Tushunmam, Santopa. Men sizga qanaqadir texnika uchun gaplashganim yo'q. Meni tuyg'ularim samimiy. Menga telefoningiz kerak emas. Undan ko'ra shuni naqd qilib berag'am. Oshtaka, o'zim ish qilar. O'g'riman. O'g'ri? Ha, qizlarning yuragini o'g'irlash bilan shug'ullanaman. Lekin seni qaro ko'zlaring menday o'g'rini asir etdi. Gapga ham ko'ylakcha kiydirib yuborasiz. Bir kuni yer bilan osmon kim chiroyli deb spor o'ynabdi. Xo'p, keyinchi? U sporda yer yutib chiqibdi. Nimaga? Chunki yerda sen borliging uchun. Shunchasi bilan bir vaqt o'zida gaplashib, men bir talantda adashtirib bermaganimga qoyil. Obbo meni. Ha, telefon qilsam nima telefoningiz o'chib? Janozada edim. Voy, kim o'ldi? Shu senga bo'lgan muhabbatim. Voy, bu bir marta pul so'raganingizda bera olmaganimga shunchami? Dadajonimdan endi pul oldim, hozir tashlab boraman. Oh, mo'jiza, o'lgan muhabbatimni sun'iy nafasday tiriltirdik. Onasini bilsin, mencha odamlardan uyatam yo'q. Aka, mashina baloniga damir bering. Aka, bu kolbasa yeyapsiz, buningiz halolmi o'zi? Bir vaqt o'zida shuncha qiz bilan gaplashganda kolbasa halolmi deb qo'yamanmi? Toza aflasmanda o'zi ham. Niginechka, sen uchun jonimni ham berishga tayyorman. Faqat ertaga. Nimaga ertaga? Chunki bugungi kunimni senga bag'ishlamoqchiman. Voy, jinni voy. Qizlarga ham hayronsan, yaxshi bolalar turib, kelib menga o'xshamay pastkashligi podoldan pastlarga ishonadi. Videochani bugun bittasiga, ertaga boshqasiga sevaman deydigan bir vaqt o'zida 85 ta qiz bilan gaplashib, yuragi o'pishita bo'lib ketgan Alfons Pro Max'larga yuboramiz. O'zingni bos, mujik bu. 12-palatada iltimos xalaqit qilmang. Bu darajada vahiman qaraganda qaynota bu dunyodan deport bo'lyapti deyman. Pishdi. Yaxshi yomon gapirgan bo'lsam, mendan rozi bo'l xotin. Meni qo'rqitmang, dadasi. Dada! 5-sinfligimda senga baqirganman. Meni kechir qizim. Voy dadamay, nimaga kim baqiradi? Ha, qaynota to'shni pishibdi. Yo, bugun uzoq ertaga bu dunyodan o'ydalib, nar dunyoga saqran bo'ladi-yu. Yo, qizimni sizga, sizni Xudoga topshirdim. Faqat qizimizmi? O merosda bir narsa qoldirmayapsizmi? O damoz kimga qoldiryapsiz? Dadajon, meni kimlarga tashlab ketyapsiz, dadajon? Nafas olishim qiyinlashyapti. Ha, bir kunniga ham Xudo xolasa bir yarim soatlarda ketib qoladi-yu. Xo'sh, bemor tayyormisiz? Yo'q, men oyoqdan bosaman, siz bo'yindan zavqat oling. Qanaqa bo'lar ekan? Meni qo'lim emas, qaynonam qo'li. Savolaman, chiroy. Baqirmay hali qilmadim. Yo, bismillah. Bo'ldimi? Ketdik xotin. Bo'ldimi? Aparasta qilmaysizlarmi? Ha, yo'q, qaynotangiz kattagina gripp bo'pti. Shunga kichkinagina pensilin ukol qilib qo'ydim. Ha, dadam ukoldan qo'rqadi-ku. Ha, shu kichkinagina ukalchaga shuncha vahimman. Men jurak bilan almashtiraman debmi? Bu bitta ukol ekan. O'tgan safar bir haftalik yeganda butun mahallaga pishab turgan. Ya, onalarini ko'rsin, lop-molop kelganda bir urib, momentda yiqib qo'yadigan odamlar kichkinagina ukalchadan qo'rqishi bor narsa ekanda. Videochani jasadi ot hukitadigan, lekin o'zi ukaldan qo'rqadigan tanishlarga jo'natamiz. Mana shu 12 sut yerga kelajakda chiroyli hovli qilib, oilam bilan yaxshi kunlarni o'tkazaman deb niyat qildim, lekin afsus nasib qilmabdi. Hozir Samarqanddaman, sababi o'zimni opalarimdan bittasiga uy kerak bo'ldi va mana shu 12 sut yerni ham va mana shu ortimdagi
kamtarona hovlini ham 0 dan 2-3 oy ichida shu holatga keltirdik. Ichlari ham to'liq remont qilingan, mebel, texnikalari bilan aylantirib zabor qildik. Yana kamchiliklari bor, xudo xolasa, ularni ham 15-20 kun ichida to'liq bitirib, xullas yashash uchun nima kerak bo'lsa qo'limizdan kelgancha hammasini maksimalni qilib, mana shu xonadonni opamga topshiryapmiz. Endi bu videoni qilishimdan maqsad maqtanish yoki buni ketdan obro' e'tibor topish menga umuman kerak emas. Qaniydi shu narsaga ehtiyoji bo'lmasa edi, men yanada xursand bo'lgan bo'lardim. Lekin bu hayot ertaga nima bo'lishini hech qaysimiz bilmaymiz. Videoni qilishimdan maqsad juda ko'pchilik yoshlar meni kuzatadi, auditoriyam juda katta, ko'p ko'ramiz. Yer talashib aka-ukalar bir-biri bilan urushgan, opa-singillar bir-biri bilan yuz ko'rmas bo'lgan, mol dunyoda hatto ota-onalar bilan munosabatlar buzilgan. Hayotda faqat unaqa insonlardan iborat emas. Hayotda aka-ukalarini, opa-singillarini, jigarlarini jonidan ortiq yaxshi ko'radigan insonlarim juda ko'p. Men ham o'zimga yangi mashina yoki yanada hashamatliroq uy qilishim mumkin edi. Lekin men jigarchilikni tanladim, siylik rahmni tanladim. Aytmoqchi bo'lgan narsam, yaqinlaringizni, jigarlaringizni qadriga yeting. Qo'lingizdan nima kelsa hech qachon ulardan ayamang. Shunda Alloh sizga ham beraveradi. Pul ham, obro' e'tibor ham istalgan vaqtda любой inson harakat qilsa topiladi. Lekin jigarlar hech qachon topilmaydi. Balkim hayotda bu narsalarni ayta olmasman, lekin videoda aytib qo'ymoqchiman. Meni 2 ta opam, bitta akam bor. Opalarim, akajonim, men sizlar jonimdan ortiq yaxshi ko'raman. Men tirik ekanman, men sizlar uchun qo'limdan kelgan hamma narsani qilaman. Meni baxtimga faqat sog' bo'lsanglar bo'ldi. Videoni ko'rayotganlar, videoda iliq fikrlarni kutib qolaman. Like bossam esingizdan chiqmasin. Videoni sizlar ularni joninglardan ortiq yaxshi ko'radigan va ular uchun hamma narsaga tayyor bo'lgan jigaringlarga jo'natib qo'yasizlar degan umiddaman. Jigarlarim, men sizlarni yaxshi ko'raman. Sizdan bo'lak kimim bor ey yaqinlarim, aka, uka, aziz opa, singillarim. Mashina kimdir toshatdimi? Ha, uydagilarim borgan joyda tashtay qotsin deb orqamdan tashatyapti-da. O'ldi, yana arimsirim boshlandi. Iloyim, suvdagina singib ketdi. Nima qilyapsiz? Qizimiz yangi tushgan uyga suvdek singib ketsin deb suv sepyapmiz. Rimda. Ha, xudoga suvdek singib ketish kerak bo'lsa, kelinga seping, shopirda nima? Voy, uni kiyimi qimmatda. Kiyib oldik-e? Emiga. Dinlasangga nima qilyapsiz? Hamma to'g'ri so'zdir. Rim isiriq balo qazolardan asraydi. Emiga, Ey, nimada jaqdingiz buni? Gugurtda? O'zini gugurtdan asralmagan asriq meni balo qazolardan asraydi. To'xta. Bo'lmasa bir quchoq ajriqamchilik keng bo'ynimizga taqib olamiz. Voy qiladi. Rostdan. Nima bola? Hindimi bular? Kishi. Voy, kuyov bola, ko'rmana bermasangiz tushmaydi. Rimda. Ha, irim bo'lib berim qog'irlar o'zi 9 tovoq novotcha baqat ustong'a berib terimni shilib oldilar o'zi. Meni pulchisiz sizlardi, meni. Voy, kuyov, qo'shing, bo'lmasam kelin tushmaydi. O'zi 27 ga kirgan qizlaringizni menga sovchi bo'lib, ba'zi yerga berayotgan bo'lsangiz, qo'shin-qo'shinga bola bormi? Irim boshlang'iz deysiz-sizlarni. Beqa bering. Nima qilyapsizlar senlar? Sendepen Zuckerberg Facebook'ni yaratgan. Yamal 19 yoshda eng qimmat futbolchi. Senlar ho'kizlayman, menida latta talash o'tiribsizlar. Rimda jo'ra lattan o'tgan zo'r bo'ladi. Nima bo'ladi? Olimpiada chempion bo'lasanmi? Tahoyo yetib olasanmi? Ozog'i latta bek degan nom olishing mumkin. Undan ko'ra o'zingda ustingda ishlab bitta ol. Uy qimmatda jo'ra. Ha, eshitmadingmi? Iskandar Buildingsda endi bir xonali emas, 2 xonali uyni 88 million bosh to'lov bilan xarid qilishing mumkin. Mezbon loyihasida Yunusobod 16-kvartalida shunday ro'parasida joylashgan. To'liq ma'lumotni qaydan olsak bo'ladi? To'liq ma'lumotmi? Mana latdan o'rtasiga yozib qo'ydim mana. Qaydan bo'ladi? Sotuv ofisidan olasan-da. Rahmat, jo'ra. Ha, jo'ra, bunaqa irim-sirimlardan foyda yo'q. Soqqaniqi. Bo'ldi, men ketdim. Lekin men seni o'ring uchun dakkan sakrashaman, jo'ra. Ha, onasi debsin, bekirini ko'r to'g'rilaydigan ish ekanda. Olovda yuraklaring bir-biringga issin. Bu o'zga sayyoralar bunaqa irimlar qaydan topyapti? Bu irimlari bir kun boshimizga balo bo'lmasa bo'ldi edi. Shanday bir-biringlarga eringlar. Emiga. O'yna-ki o'yna, bugun mendan o'yna, o'yna-ki o'yna, muborak o'yna. Dadosh, olib kelgan pardalarim yoqdimi? O'ldi. Voy sharmanda, uyat qayni kelin? Ha, parda deymi? Ayamni dadasini otdi parda-ku. Nima dey, dadosh? Ha, derazaga chopan-de. Dadosh, o'z oladan qachon kelasiz?
Qanaqasiz? Qoshini tuvalga kirib kelaman. Bozordan shaffof keling, sovqotyapman. Yana beti yo'q. Bozor deymi, opamni erini oti bozor voy-ku. Sharpam deymi, akamni oti Sharif-ku. To'g'ri kelgan so'zni esib qo'yganmisan, Dadosh. Bozorda odam go'jim jeydi, Sharifni bo'yintiroqdi-ya. Dadosh, ukamizni to'yiga xo'roz olib boraylik. Meni sensiramang kelin. Ukangiz to'yda o'g'lim nima qiladi? O'ldi. Sunnat amakim bilan xo'roz va jiyan xafa bo'ldi. Oshundan chiqqan so'z kimnidir ismi bo'lib chiqyapti, Dadosh. Yig'layapsanmi? Yig'layotganim yo'q. Jinni, men bilaman-ki, meni alday olmaysan. Sunnatni chekankada xo'rozni tovuqni erkagida masala hal. Onashi. Keliningizga ayting, xursand bo'lsa ham xafaman desin. Xursand xolam xafa bo'ladi. Ha, rostdan ham shakari tuqqan shirinni mazasin. Bo'lmasa ammalaring xafa bo'ladi. Dadosh, odam g'ovjim joydan tuqqan, bo'yintiroq derazaga chopon, dasturxonga mazza. Keyin ukamni chiqarga to'yiga tovuqni erkagini olib keling. O'ylaygar, biram tazga tushunma. Bu ismlar qo'yishda abidga nima ishni o'ylaganchalik o'ylashmagan ol. Hammasini olib kelsangiz, xafaligimdan osmonga sakrayman, Dadosh. Baxtli bo'ling. Qo'sha qaring. Naqra dadam pul bersa rahmat deyverma, dadamni oti rahmat. Shoh bo'ling deyman, shoh bo'ling deyman. Yeb baraka toping, mana kelin. Rahmat. Abunisi ham chiqdi-ku. Mana shu 12 sotix yerga kelajakda chiroyli hovli qilib, oilam bilan yaxshi kunlarni o'tkazaman deb niyat qildim, lekin afsus nasib qilmabdi. Hozir Samarqanddaman, sababi o'zimni opalarimdan bittasiga uy kerak bo'ldi va mana shu 12 sotix yerni ham va mana shu ortimdagi kamtarona hovlini ham noldan 2-3 oy ichida shu holatga keltirdik. Ichlari ham to'liq remont qilingan, mebel, texnikalari bilan aylantirib zabor qildik. Yana kamchiliklari bor, xudo xolasa, ularni ham 15-20 kun ichida to'liq bitirib, xullas yashash uchun nima kerak bo'lsa qo'limizdan kelgancha hammasini maksimalni qilib, mana shu xonadonni opamga topshiryapmiz. Endi bu videoni qilishimdan maqsad maqtanish yoki buni ketdan obro' e'tibor topish menga umuman kerak emas. Qaniydi shu narsaga ehtiyoji bo'lmasa edi, men yanada xursand bo'lgan bo'lardim. Lekin bu hayot ertaga nima bo'lishini hech qaysimiz bilmaymiz. Videoni qilishimdan maqsad juda ko'pchilik yoshlar meni kuzatadi, auditoriyam juda katta, ko'p ko'ramiz. Yer talashib aka-ukalar bir-biri bilan urushgan, opa-singillar bir-biri bilan yuz ko'rmas bo'lgan, mol dunyoda hatto ota-onalar bilan munosabatlar buzilgan. Hayotda faqat unaqa insonlardan iborat emas. Hayotda aka-ukalarini, opa-singillarini, jigarlarini jonidan ortiq yaxshi ko'radigan insonlarim juda ko'p. Men ham o'zimga yangi mashina yoki yanada hashamatliroq uy qilishim mumkin edi. Lekin men jigarchilikni tanladim, siyli rahimni tanladim. Aytmoqchi bo'lgan narsam, yaqinlaringizni, jigarlaringizni qadriga yeting. Qo'lingizdan nima kelsa hech qachon ulardan ayamang. Shunda Alloh sizga ham beraveradi. Pul ham, obro' e'tibor ham istalgan vaqtda любой inson harakat qilsa topiladi. Lekin jigarlar hech qachon topilmaydi. Balkim hayotda bu narsalarni ayta olmasman, lekin videoda aytib qo'ymoqchiman. Mening ikkita opam, bitta akam bor. Opalarim, akajonim, men sizlar jonimdan ortiq yaxshi ko'raman. Men tirik ekanman, men sizlar uchun qo'limdan kelgan hamma narsani qilaman. Meni baxtimga faqat sog' bo'lsanglar bo'ldi. Videoni ko'rayotganlar, videoda iliq fikrlarni kutib qolaman. Like bossam esingizdan chiqmasin va videoni sizlar ularni joninglardan ortiq yaxshi ko'radigan va ular uchun hamma narsaga tayyor bo'lgan jigaringlarga jo'natib qo'yasizlar degan umiddaman. Jigarlarim, men sizlarni yaxshi ko'raman. Sizdan bo'lak kimim bor ey yaqinlarim, aka, uka, aziz opa, singillarim. Videoni ko'rgan, iliq fikr bildirayotgan hammaga rahmat, like bosayotganlarga joninglar sog' bo'lsin. Har bittasini o'qiyapman, juda xursand bo'lyapman. Nima deymiz? Jigarlar har doim sog'-omon bo'lsin. Qolgani xudo xolasa sog'lik bo'lsa, sekin-sekin, bugun bo'lmasa ertaga bo'ladi. Charchamangizlar, jigarlarni men nomimdan quchoqlab o'pib qo'yingizlar. Yaxshiliklarda ko'rishaylik. Men bilan birga bo'lganingizdan juda ham xursandman. Like, comment har doim videolarimga bossalaringiz. Yana ham zo'r xudo xolasa ijod qilishga va'da beraman. Charchamangizlar.